Salom aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizni bevosita xavotirga soladigan shaxsiy byudjetingizga, shuningdek kundalik hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. Yaqinda qabul qilingan qonunlar va joriy etilgan yangi tartiblar hayotimizga qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Hozirgi kunda amal qilayotgan jarimalar, taqiqlar va jazo choralarining qat'iylashganini his qilyapsizmi? Ehtimol. Siz yoki yaqinlaringiz ularning ta'siriga allaqachon duch kelgandirsiz. Bu ma'lumotni bilmaslik sizga qimmatga tushishi mumkin. Harfiy ma'noda katta jarimalar, moliyaviy yo'qotishlar va hatto noqulayliklar bilan. Bugun men sizga barcha yangi o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Qaysi qoidalar ayniqsa muhimligini, kim xavotirga tushishi kerakligini va kim xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Shuningdek, qanday qilib o'zingizni himoya qilish va muammolardan qochish bo'yicha amaliy maslahatlar beraman. Shunday qilib, videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu kabi muhim ma'lumotlarni biz muntazam ravishda ulashib boramiz. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalga yaqin o'tmishga nazar tashlaylik. Esingizdami? Bir necha yillar oldin ko'pchilik ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan davlat organlarining munosabati biroz yumshoqroq edi. Masalan, jamoat joyida sigareta qoldig'ini tashlash, mashinani noto'g'ri joyga qo'yish yoki kichik biznesda hujjatlardagi arzimas kamchiliklar ko'pincha ogohlantirish bilan cheklanardi. Ba'zan hatto shaxsan ogohlantirish ham berilmasdi. Shunchaki e'tibor berilmasdi. Jarimalar miqdori ham nisbatan past edi. Bazaviy hisoblash miqdori BHM ko'rsatkichlarga bog'langan bo'lsa-da, ularning miqdori o'rtacha oylik ish haqining kichik bir qismini tashkil etardi. Bu esa ko'pchilikda jarima to'lash unchalik ham qiyin emas yoki men har doim shu yerga qo'yaman, hech kim hech narsa demaydi kabi fikrlarni shakllantirgan edi. Nazorat tizimi, ayniqsa avtomatlashtirilgan tizimlar kam bo'lgani sababli ayrim huquqbuzarliklar e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. Axlat tashlash uchun jarima deyarli faqat joyda huquq tartibot xodimi guvohi bo'lgan holda qo'llanilar edi. Va bu jarimalar juda kamtarona miqdorni tashkil etardi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimizning maqsadi fuqarolarning huquqiy ongini oshirish, shaharlarimizni toza va tartibli saqlash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda tadbirkorlik faoliyatini shaffoflashtirishga qaratilgan. Bu maqsadga erishish uchun bir qator qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Eng muhimi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ko'plab moddalari bo'yicha jarimalar miqdori keskin oshirildi. Ba'zi huquqbuzarliklar uchun jarimalar miqdori avvalgiga nisbatan 5-10 barobar, ba'zan esa undan ham ko'proq oshirildi. Shu bilan birga avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, masalan, video kameralar, fotofiksatsiya qurilmalari soni keskin ko'paydi. Bu esa avvallar e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni ham aniqlash imkoniyatini oshirdi. Endi siz jamoat joyida axlat tashlasangiz, bu jarayonni ko'chaning har bir burchagida o'rnatilgan kamera qayd etishi mumkin. Yoki mashinangizni taqiqlangan joyga qo'yganingizda bu darhol qayd etilib, sizning manzilga jarima xabarnomasi yuboriladi. Bu esa har bir fuqarodan qonunlarga yanada qat'iy rioya qilishni, o'z harakatlariga e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Jarima miqdorlarining oshirilishi shunchaki byudjetni to'ldirish maqsadida emas, balki huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan jiddiy deterrent, to'xtatuvchi omil sifatida xizmat qiladi. Endi mayda huquqbuzarlik ham odamning kundalik xarajatlariga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu esa fuqarolarni qoidabuzarlikdan qochishga undaydi. Misol uchun, ilgari axlat tashlash uchun 0.5 BHM jarima bo'lgan bo'lsa, endi bu raqam 3 BHM dan 5 BHM ga yetishi mumkin. Takroriy holatda esa undan ham ko'proq. Hozirda ilk BHM 300 ming so'mga tengligini hisobga olsak, 1 BHM 7 ming so'm bo'ladi. Bu o'rtacha bir oylik maoshning yarmi degani. Keling, ushbu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy qism nimalarni bilish kerak. Kim xavotirga tushishi kerak va kimning xavotirlanishiga hojat yo'q. Aziz tomoshabinlar, keling endi aynan qaysi sohalardagi qoidalar qat'iylashgani va bu sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Men ayniqsa kundalik hayotda eng ko'p uchraydigan va shu sababli sizni eng ko'p xavotirga solishi mumkin bo'lgan sohalarga e'tibor qaratmoqchiman. 1. Jamoat tartibi va ekologiya sohasidagi qoidabuzarliklar.
Bu eng ko'p odamlar duch kelishi mumkin bo'lgan soha. Endi kichik deb hisoblagan harakatlaringiz uchun ham jiddiy jarimalarga tortilishingiz mumkin. Axlat tashlash. Bu yerda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning MJTK 30 moddasi ayniqsa dolzarb. Agar ilgari jamoat joyida mayda axlat, masalan, sigareta qoldig'i yoki qog'oz tashlashga nisbatan ko'pincha ogohlantirish bilan cheklangan bo'lsa, endi vaziyat boshqacha. Hozirda jamoat joylarida va belgilangan joylardan tashqari axlat tashlash uchun jismoniy shaxslar uchun 1 BHMdan 3 BHMgacha, takroriy holatda esa 5 BHMgacha jarima belgilangan. Tasavvur qiling, bir fuqaro maydonda o'tirib, o'zining ichimligining bo'sh idishini yaqin atrofdagi axlat qutisiga tashlamasdan shunchaki yerga tashlab ketdi. Bu holat kamera orqali qayd etildi. Unga 3 BHM, ya'ni 1 million 20 ming so'm jarima yuboriladi. Bu bir kunlik o'rtacha ish haqidan ancha ko'p. Agar shu shaxs bir yil ichida yana xuddi shu qoidabuzarlikni takrorlasa, unga 5 BHM, ya'ni 1 million 700 ming so'm jarima solinadi. Yuridik shaxslar. Ya'ni korxonalar uchun esa bu jarimalar 10 BHMdan 20 BHMgacha, takroriy holatda esa 3 BHMdan 2 BHMgacha yetishi mumkin. Endi bu nafaqat mayda qog'oz, balki qurilish chiqindilarini maishiy axlat tashlashga ham tegishli. Shovqin qilish MJTK 1032 modda uyda yoki jamoat joylarida tinchlikni buzish, ayniqsa kechki payt, ya'ni soat 20 dan ertalab kun oxirgacha. Ilgari bu holatlar ko'pincha qo'shnilar o'rtasida kelishuv yoki mahalla aralashuvi bilan hal qilinardi. Endi esa baland ovozda musiqa tinglash, ta'minlash ishlari olib borish yoki boshqa shovqinli harakatlari uchun 3 BHMdan 5 BHMgacha jarima. Takroriy holatda esa 5 BHMdan 10 BHMgacha jarima belgilangan. Misol uchun, kvartirada istiqomat qiluvchi yosh yigit shanba oqshomi do'stlari bilan yig'ilib, soat ertalabki 2 ga qadar baland ovozda musiqa qo'ygan. Qo'shnilarning shikoyati asosida patrul xizmati xodimlari yetib kelgan va hujjat rasmiylashtirgan. Natijada yigitga 3 BHM, ya'ni 1 million 20 ming so'm jarima solingan. Bu odatda bir oqsomlik ko'ngilxushlik uchun juda qimmat narx bo'ladi. Jamoat joylarida chekish. MJTK 1063 modda hukumat tomonidan belgilangan jamoat joylarida chekish uchun ham jarimalar oshirilgan. Avtobus bekatlari, bolalar maydonchalari, o'quv muassasalari va tibbiyot muassasalari hududlari, hatto kirish yo'laklari ham shular jumlasidandir. Jarima miqdori 5 BHMdan 20 BHMgacha. 2 yo'l harakati qoidalari. Bu sohada jarimalar avval ham yuqori edi. Ammo hozir ular yanada qat'iylashgan va nazorat yanada kuchaytirilgan. Noto'g'ri joyga to'xtash yoki to'xtab turish. Ilgari haydovchilar 5 daqiqa turib turaman, faqat tiskirib chiqaman degan bahonalar bilan taqiqlangan joylarga mashinalarni qoldirishar edi. Hozir esa MJTK 128 moddasiga ko'ra bu qoidabuzarlik uchun 30 BHM miqdorida jarima belgilangan. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan fotofiksatsiya kameralari bunday holatlarni muntazam ravishda qayd etmoqda. Misol, Toshkent markazidagi tirband ko'chalardan birida piyodalar o'tish joyiga yaqin bo'lgan yerda bir haydovchi o'z mashinasini taqiqlangan hududga qo'ydi. 10 daqiqadan so'ng qaytib kelganda uning mashinasi evakuator tomonidan olib ketilgani yoki uning manziliga 3 BHM, ya'ni 1 million 20 ming so'mlik jarima xabarnomasi kelganini ko'rdi. Mashinani jarima maydonchasidan olib chiqish xarajati ham bunga qo'shiladi. Bu jarima ayniqsa nogironlar uchun ajratilgan joylarga noqonuniy to'xtash uchun yanada yuqori, ya'ni 5 BHM telefondan foydalanish MJTK 1 moddasi. Avtomobil boshqaruvida telefondan foydalanish uchun 30 BHMdan 5 BHMgacha jarima belgilangan. Bu haydovchining diqqatini chalg'itishi va avariya holatini keltirib chiqarishi mumkin. Bir haydovchi tirbandlikda turib, telefonini olib xabar yozishga kirishgan. Yo'ldan o'tib ketayotgan patrul xizmati xodimi buni ko'rib, uni to'xtatib 3 BHM jarima rasmiylashtirgan. 3 tadbirkorlik faoliyati sohasidagi huquqbuzarliklar. Bu sohada ham qat'iylashgan nazorat va yuqori jarimalar tadbirkorlarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kassadan chek bermaslik yoki to'lov terminallaridan foydalanishda xatolar. MJTK 164 modda. Bu kichik biznes egalari uchun dolzarb muammo. Ilgari xaridor chek so'ramasa, ko'plab savdo nuqtalari uni bermas edi. Hozir esa har bir xarid uchun chek berish majburiy. Agar savdo nuqtasida chek bermaslik holati aniqlansa, 1-marta 5 BHM, takroriy holatda esa 10 BHM jarima belgilangan. Misol, kichik do'kon egasi mijozga narsa sotib unga chek bermadi. Soliq inspektorlari bu holatni aniqlagan va unga 5 BHM, ya'ni 1 million 700 ming so'm jarima solingan.
bu kichik do'konning bir necha pullik daromadini tashkil etishi mumkin. Shu bilan birga bu qo'yda nafaqat chek bermaslik. Balki to'lov terminallaridan foydalanishda noto'g'ri hisob kitoblar yoki ularni ishlatmaslikka ham tegishli. Litsenziyasiz faoliyat MJTK 1035 modda. Tegishli litsenziyasiz yoki ruxsatnomasiz faoliyat yuritish jiddiy oqibatlarga olib keladi. Jarima miqdori IXBHMdan IXBHMgacha, takroriy holatda esa faoliyatni tugatishgacha bo'lishi mumkin. Kim xavotirga tushishi kerak aslida? Hamma. Chunki yuqorida sanab o'tilgan qoidabuzarliklar kundalik hayotimizda har birimiz duch keladigan holatlardir. Yo'lda haydovchi bo'lasizmi, piyoda bo'lasizmi? Tadbirkor bo'lasizmi yoki shunchaki o'z uyida yashovchi fuqaro bo'lasizmi? Bu qoidalar sizga tegishli. Ayniqsa o'z harakatlariga beparvo bo'lgan, qonunlarni bilmaydigan yoki ularga rioya qilishni odat qilmagan shaxslar ko'proq xavotirlanishi kerak. Kimning xavotirlanishiga hojat yo'q. Qonunlarga va belgilangan tartiblarga doimo rioya qiluvchi, o'z atrof muhitiga hurmat bilan qaraydigan, halol va vijdonli fuqarolar hamda tadbirkorlar uchun bu o'zgarishlar faqatgina mamlakatda tartib va intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Qoidalarga amal qilsangiz, hech qanday muammoga duch kelmaysiz, aksincha tartibli va toza jamiyatda yashashdan bahramand bo'lasiz. Davlatning maqsadi jarima solish emas, balki qoidabuzarliklarning oldini olishdir. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Jarima va taqiqlarning qat'iylashganini muhokama qilar ekanmiz. Shuni unutmaslik kerakki, har qanday qoida tizimida o'ziga xos istisnolar, e'tibordan chetda qoldirilishi mumkin bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga kerakli vaziyatda o'zingizni himoya qilishga yoki ortiqcha xarajatlardan qochishga yordam berishi mumkin. Bir qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi, lekin bu juda muhim tamoyil. Ko'pchilik jarimaga tortilganda men bilmasdim, yangiliklardan xabarim yo'q edi degan vajlarni keltirishga harakat qiladi. Afsuski, qonun oldida bu vajlar hech qanday ahamiyatga ega emas. Har bir fuqaro amaldagi qonun hujjatlarini bilishga majbur. Ammo ba'zi hollarda qonunlar shu qadar tez o'zgaradiki, hatto mutaxassislar ham ularni kuzatib borishda qiynaladi. Mana shu yerda noaniqlik yuzaga kelishi mumkin. Masalan, yangi taqiqlash belgilari o'rnatilgan joyda haydovchi uni hali ko'rmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda agar qoidabuzarlik birinchi marta sodir bo'lgan bo'lsa va og'ir oqibatlarga olib kelmagan bo'lsa, ayrim hollarda, ayniqsa kichik huquqbuzarliklar bo'yicha inson omili hisobga olinib, ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin, lekin bunga juda kam hollarda umid qilish kerak. 2. Avtomatlashtirilgan tizimlar va inson omilining yo'qligi. Yuqorida aytganimdek, kameralar va fotofiksatsiya qurilmalari soni keskin oshdi. Bu bir tomondan tartibni ta'minlashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan inson omilini deyarli yo'qqa chiqaradi. Ya'ni, avvallari yo'l patrul xizmati inspektori sizning holatingizni tinglashi, mayda qoidabuzarlik uchun ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin edi. Endi esa kamera shunchaki faktni qayd etadi va jarima avtomatik tarzda rasmiylashtiriladi. Bunga qarshi chiqish ancha qiyin bo'ladi. Shu nuans shuni anglatadiki, siz har bir harakatingizga e'tiborli bo'lishingiz shart. Chunki endi sizni kechiradigan inson yo'q. O'ti jarima to'lashda imtiyozli muddatlar. Bu juda muhim nuans. Ko'pchilik buni bilmasligi mumkin. O'zbekiston qonunchiligida agar siz jarima xabarnomasini olgan kundan boshlab ma'lum bir muddat ichida, odatda 15 kun, ayrim hollarda 30 kungacha to'lasangiz, jarima miqdorining bir qismini, masalan, etdim ba'zini to'lash imkoniyati beriladi. Bu juda katta imtiyoz. Misol uchun sizga o'tib bajagan miqdorda jarima kelgan bo'lsa, 1 million 20 ming so'm. Agar siz uni 15 kun ichida to'lasangiz, atigi 7 ming so'm to'laysiz. Bu sizning 3 ming 6 ming so'mingizni tejash imkoniyatini beradi. Har doim jarima xabarnomasi kelganida uning pastki qismidagi mayda yozuvlarga e'tibor bering, u yerda ushbu imtiyoz haqida ma'lumot berilgan bo'ladi. Bu davlatning fuqarolarga berayotgan bir turi rag'batidir. Ya'ni qonunbuzarliklarni tezda tan olish va tuzatishga undash. 4. Jarima ustidan shikoyat qilish huquqi. Siz o'zingizni haqsiz deb hisoblasangiz, jarima ustidan shikoyat qilishga haqlisiz. Bu sizning konstitutsiyaviy huquqingiz. Ammo shikoyat qilishning ham o'z tartibi va muddatlari bor. Ko'pchilik bu haqda bilmaydi yoki bilgan taqdirda ham jarayon murakkab ko'ringani uchun qo'l siltab qo'ya qoladi. Shikoyat qilish uchun siz jarima qarori qabul qilingan organga, masalan, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ekologiya qo'mitasi yoki soliq inspeksiyasi
yoki to'g'ridan to'g'ri ma'muriy sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda asosiy muammo shuki, shikoyatingizni asoslashingiz dalillar keltirishingiz kerak. Masalan, kamera noto'g'ri qayd etgan bo'lsa, o'sha joyning surati, video yozuvi yoki guvohliklar taqdim etishingiz lozim. Shikoyat berish muddati odatda 10 kunni tashkil etadi. Shuning uchun tez harakat qilish kerak. Bu yerda ham vaqt muhim rol o'ynaydi. B. Takroriy huquqbuzarliklar uchun jazo choralarining keskinlashishi. Bu eng katta qaltis jihatlardan biri. Aksariyat moddalar bo'yicha. Agar siz bir yil ichida xuddi shu turdagi huquqbuzarlikni takrorlasangiz, jarima miqdori 2-3 barobar, ba'zan esa undan ham ko'proq oshadi. Ba'zi jiddiy huquqbuzarliklar uchun esa ma'muriy qamoqqa olish yoki transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish kabi jiddiyroq jazolar ham qo'llanilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, bir marta jarimaga tortilgandan so'ng siz xulosa chiqarishingiz va qayta shu qoidabuzarlikni sodir etmasligingiz kerak. Davlatning maqsadi tarbiya berishdir. Shunchaki jarima undirish emas. Misol uchun, agar bir haydovchi tezlikni oshirganligi uchun birinchi marta 5 BHM jarima to'lagan bo'lsa, bir yil ichida u yana tezlikni oshirganligi uchun 10 BHM yoki undan ham ko'proq jarimaga tortilishi mumkin. Bu albatta haydovchini tezlikka e'tiborli bo'lishga majbur qiladi. 6. Tadbirkorlikdagi noaniq holatlar, tekshiruvlar va ularning natijalari. Tadbirkorlar uchun ko'plab yangi tartiblar va elektron tizimlar joriy etilgani sababli hisob kitoblardagi arzimas xato ham katta muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, elektron hisob varaq fakturalarini noto'g'ri to'ldirish yoki kechiktirib yuborish moliyaviy hisobotlardagi kichik tafovutlar. Avvallari bunday holatlarga ko'z yumish yoki ogohlantirish berish amaliyoti bor edi. Hozirda esa raqamli tekshiruvlar avtomatlashtirilgan bo'lib, ular har bir tafovutni aniqlaydi. Tadbirkorlar uchun muhim nuqta shuki, har bir elektron hujjatni diqqat bilan to'ldirish, qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni muntazam kuzatib borish va buxgalteriya hamda yuridik xizmatlardan doimiy maslahat olib turish zarur. Hatto kichik xato ham, masalan, to'lov terminalini bir kun ishlatmaslik katta jarimaga olib kelishi mumkin. Bu nuanslarni bilish sizga nafaqat jarimalardan qochishga, balki o'zingizning huquqlaringizni himoya qilishga ham yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Aziz do'stlar, yuqorida biz qoidalar qat'iylashganini, jarimalar miqdori oshganini va qanday holatlarga e'tibor berish kerakligini batafsil ko'rib chiqdik. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu qoidabuzarliklarning oldini olish va agar jarimaga tortilgan bo'lsangiz, vaziyatni to'g'ri hal qilish uchun nima qilishingiz kerakligi haqidagi aniq ko'rsatmalar. Bir doimiy ravishda axborotdan boxabar bo'ling. Bu birinchi va eng muhim qadam. Qonunlar tez o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ularni muntazam ravishda kuzatib borish juda muhimdir. Qayerga borish kerak? Lex. Bu O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. Barcha yangi qonunlar, qarorlar, o'zgartirishlar birinchi bo'lib shu yerda e'lon qilinadi. Muntazam ravishda kirib, sizni qiziqtirgan sohalardagi yangiliklarni tekshirib turing. Rasmiy davlat organlarining veb saytlari, masalan, Ichki ishlar vazirligi, AIV, Soliq qo'mitasi, Ekologiya qo'mitasi veb saytlari. Ular ham o'z vakolatlari doirasidagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgarishlar haqida ma'lumot beradi. Rasmiy OA va Telegram kanallari, ishonchli axborot manbalari, jumladan davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiy Telegram kanallariga obuna bo'ling. Ular muhim o'zgarishlar haqida sodda tilda tushuntirishlar berishi mumkin. Ammo ehtiyot bo'ling, norasmiy manbalardagi mish-mishlarga ishonmang. 2. Ehtiyotkor va mas'uliyatli bo'ling. Bu juda oddiy, ammo eng samarali usul. Jamoat joylarida axlatni belgilangan joyga tashlang, shovqin qilmaslikka harakat qiling, ayniqsa kechki vaqtda. Jamoat joylarida chekmaslikka odatlaning. Haydovchilar uchun yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilingan. Tezlikni oshirmang, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzmang, rulda telefon ishlatmang. Qoidalar buzilishining avtomatlashtirilgan tizimlar orqali qayd etilishini unutmang. Tadbirkorlar uchun barcha hujjatlarni, ayniqsa moliyaviy hisobotlar va cheklarni to'g'ri rasmiylashtiring. Kassadan chek berishni unutmang. Terminallardan to'g'ri foydalaning. Bu masalalarda buxgalter va yurist bilan muntazam maslahatlashing. 3. Mavjud jarimalarni muntazam tekshirib turing. Ba'zida jarima xabarnomasi sizga yetib kelmasligi mumkin. Ammo bu uning borligini inkor etmaydi. Uni bilmagan holda muddat o'tkazib yuborish sizni imtiyozli to'lov imkoniyatidan mahrum qilishi va hattoki jarima miqdorining oshishiga olib kelishi mumkin.
Qayerda tekshirish kerak? My-Onko.gov. Uz portali. Bu portalda shaxsiy kabinetingiz orqali barcha davlat xizmatlari, jumladan jarimalaringizni tekshirishingiz mumkin. E-jarima portali Ichki ishlar vazirligining rasmiy jarimalarni tekshirish portali. Bu yerda avtomobil raqami va texnik pasport seriyasi orqali jarimalaringizni osongina topishingiz mumkin. Bank ilovalari, Paymeklik, Apesen va boshqalar. Ko'pgina mobil bank ilovalarida ham jarimalarni tekshirish va to'lash funksiyasi mavjud. Bu eng qulay usullardan biri. Jarimalarni tezda to'lang. Agar sizga jarima qo'llanilgan bo'lsa, uni imtiyozli muddat ichida to'lashga harakat qiling. Bu sizga jarima miqdorining 7000 ni to'lash imkoniyatini beradi va moliyaviy yukingizni kamaytiradi. Nima qilish kerak? Jarima xabarnomasida ko'rsatilgan sanani diqqat bilan o'qing. Yuqorida sanab o'tilgan portallar yoki mobil ilovalar orqali tezda to'lang. 5. Agar jarima bilan rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Agar siz o'zingizni haqsiz deb hisoblasangiz va jarimaning no'rin qo'llanilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, sizning shikoyat qilish huquqingiz bor. Qayerga murojaat qilish kerak? Jarima qarorini chiqargan organga, masalan, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga, ekologiya qo'mitasiga yoki soliq inspeksiyasiga. Shikoyat arizasini yozma shaklida yoki elektron tarzda My-Onko.uz orqali taqdim etishingiz kerak. Arizada voqeaning barcha tafsilotlarini, nima uchun jarima no'rin ekanligini asoslab yozing. Ma'muriy sudga agar yuqoridagi organlar sizning shikoyatingizni qanoatlantirmasa yoki muddatda javob bermasa, siz to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy sudga murojaat qilishingiz mumkin. Nima yozish kerak va qanday hujjatlar kerak? Yozma ariza, shikoyat arizasi, jarima qarori raqami, sanasi, qaysi organning qarori ekanligi, jarima miqdori. Voqeaning qisqacha bayoni va sizning haqsiz ekanligingizni tasdiqlovchi dalillar. Masalan, guvohlarning ko'rsatmasi, fotosuratlar, video yozuvlar, cheklar va boshqalar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Dalillar sizning haqsiz ekanligingizni tasdiqlovchi barcha mavjud hujjatlar va materiallarni, fotosuratlar, video yozuvlar, guvohlarning yozma ko'rsatmalari ilova qiling. Bu amaliy maslahatlar sizga qonunlarga rioya qilib, o'zingizni ortiqcha muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Esda tuting, bilim va ehtiyotkorlik sizning eng yaxshi himoyangizdir. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun biz qat'iy jarimalar, taqiqlar va jazo qo'rollari degan jiddiy mavzuni chuqur tahlil qildik. Umid qilamanki, men sizga bu yangi qoidalar nima uchun joriy etilgani, ularning kundalik hayotimizga qanday ta'sir qilishi va eng muhimi, o'zingizni qanday himoya qilish kerakligi haqida to'liq tasavvur bera oldim. Davlatning bu boradagi siyosati nafaqat jarimalar undirish, balki jamiyatimizda tartib, tozalik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilganini unutmasligimiz kerak. Yangi qoidalar har birimizning mas'uliyatimizni oshirishga va yanada huquqiy o'ngimizni shakllantirishga xizmat qiladi. Esingizda bo'lsin. Qonunlarga rioya qilish nafaqat sizni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi, balki barchamiz yashayotgan jamiyatni yanada adolatli va farovon qiladi. O'z huquqlaringizni biling, majburiyatlaringizni unutmang va doimiy ravishda axborotdan boxabar bo'lib turing. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar tug'ilgan bo'lsa, yoki siz ham shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelgan bo'lsangiz, o'z tajribalaringizni va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhimdir. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yanada ko'p foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va qonunlarga rioya qiling.